Hozir gaplarim kimgadir riyoda, kimgadir maqtanayotgandek tuyulishi mumkin. Bu haqida gapirmoqchi emas edim, lekin bir voqea bo'ldiki, mana shu narsani aytishga qaror qildim. Bugun yomg'ir juda ham zo'r yog'di va yo'li bo'yida yomg'irda qolib ketgan insonlarni bir nechtasini ko'rdim. Shunchaki oldidan o'tib keta olmadim. To'xtab, manziliga yetkazishga qaror qildim va qo'ldan kelgancha yomg'ir tinguncha 3-4 ta odamga mana shunday yordam berdim. Bu narsani aytmoqchi emas edim. Va ofisga keldim, yomg'ir tindi. Ofisda o'tirganimda onam qo'ng'iroq qildilar. Bolam yaxshimisizlar? Yomg'irda qiynalmadingmi? Ha, yaxshi, o'zinglar yaxshimisizlar? Qiynalmadinglarmi? Bolam yomg'irda qolib ketdik dedilar. Voy, nimaga telefon qilmadingiz? Ham uzoqda eding, yetib kela olmasding. Ham yomg'ir qattiq yog'yotdi dedilar. Eson-omon uyga yetib oldinglarmi desam, bitta Malibu keldi 00likka. Yomg'irda turmanglar, o'tiringlar dedi. Va uyimizgacha tashab qo'ydi. Pul bersam, pul olmadi bolam dedilar. Bilasizlarmi, bu gapni eshitganimdan keyin men juda ham bir muzlab qoldim. Men kimgadir qo'ldan kelgancha qanaqadir yordam bera oldim. Bu qilgan ishimdan hech qanaqa manfaat ko'zlamagandim. Shunchaki yaxshilik qilish edi maqsadim. Vaholanki, meni onam ham xuddi shu ahvolga tushgan ekanlar va ularga ham xuddi men qilgan yaxshilikdan Alloh taolo iborat. Qaranglar, Alloh taolo shu darajada chevar zotki, siz qilgan yaxshilik o'sha vaqtda sizni o'zingizga qaytib bormoqda. Agar o'sha 002 raqamdagi qora Malibu egasi shu istoriyani ko'rib turgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. Sizga o'xshagan insonlar ko'payaversin. Yaxshilik qiling, javobini kutmang, Allohning o'zi to'g'rilab qo'yadi.